Urushasanmi, patronchi? Mana qarang bova, siz men kuchingiz yetmaydi, oldin to'g'ri kurashib bo'lgandirsiz, lekin hozir qasam sen adamatsiz. Nima sen men qari demoqchimsan? Ha. Yetam 30 Men sen qariligim Xotin dadam qani? Ama qaydan bilay? Chiqib ketgandi tez-tezlana. Men senga necha marta aytganman darvozani yopib qo'y deb, dada. Kim yoraman? Kim? Beraber qo'yib bacham shu bilan. Siz jinlimisiz, siz 90 dan 18 yoshasiz, urib suyaganingizni maydalab tashlaydi, ha? O'zi qo'yga kiring. Endi qizinantim dema. Shu bachani urmasam bacham bu dunyodan o'tmayman. Qayerdan urasiz? Yaxshiman keldim. Bo'lmasa oyoqlaringizni sindirib joyingiz mayib etaydi. Jinni bo'lganmisiz urishib? To'xtang. Siz nima qilgan qizga gapiryapsiz? Navarangiz tengi. Yana yuzdan borsiz. Buket ko'tarib. Qarajin, jintran qayerdan oldingiz? Bachalar spor o'ynadi, gapira olmaysiz dedi, sizni davringiz o'tdi dedi. Asta, o'tgan qaydada davringiz? Men o'yradim u qizni. Mana, esimga yozibdi. Onang bilan nasib bo'lsa. Ketdik. Astag'firullah tuva. Bu siz salto o'tolmaysiz. Salto o'tish uchun katta kuch kerak. O'zi bir oy o'zgardi bo'lsa. Tushunmadim. Sen meni qari deyapsanmi? Ha? Yo'q, salto otmasam bilan salto otishaman. Ot davay. Men keyindan otaman. Oting bor. Shunday otish kerakmi? Yana kim bilan spor o'ynadingiz? Ana u bacha salto otolmaysiz dedi, otib ko'rsatdim. چشمای نازه